Xitoyning Qozog'istonga bir balbaq bir yo'l qurilishi nomida temir yo'l yasash uchun vermoqchi bo'lgan qarz so'masi to'xtatib qo'yildi. Chet eldagi bir qism Xitoy axborotlari Xitoyning bunday qilishi asosligi Amerika Xitoy savdo urushida Xitoyning iqtisodining qattiq chekinib, pul qiyinchiligi yuz bergach, qalayimqon xajlashga puli qolmaganlikdan bo'lgan dedi. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shaharlik hukumat 3-iyun oshkorlagan dokladida mazkur shaharning temir yo'l qurilishi to'xtab qolgan bo'lib, sababi Xitoy taraf va'da qilgan qarz pulni ta'minlashni to'xtatgan. Xitoy taraf bo'lsa, Qozog'istonning qarz pulni tegishli o'ringa ishlatmaganligini ayblagan. Bu temir yo'l Nur-Sulton poyezd stansiyasi bilan aerodromni tutashtiradigan temir yo'l bo'lib, 2020-yili ishga kirishtirish plan qilingan ekan. Dokladda aytilishicha, Qozog'iston Xitoydan mazkur tur uchun olgan qarz pul 1.9 milliard dollar bo'lib, temir yo'l qurilishini tamomlash uchun Qozog'iston Xitoyning bir shirkatini taklif qilgan. Natijada Xitoydan olgan qarz pul yana Xitoyning qo'liga o'tib ketgan. Qozog'iston mutaxassislari va siyosiy tahlilchilari Xitoylar Qozog'istonning ichki vaziyatini nihoyat yaxshi biladi. Qozog'iston hukumatida intayin cho'ng masalalar saqlangan. Iqtisodiy ahvolmi bek nachar. Hozirgacha tabiiy boylik tayinishdan boshqa iqtisodiy kirimi yo'q. Iqtisodiy taraqqiyot orqali qarz qaytarishga asla kuchi yetmaydi. Xitoylarning qarz pulini to'xtatishi amaliyotda Qozog'istonni qarz qildiqiga majburlash uchun deyishgan.